odam birovga aziyat beryaptimi? Uni darajasi qanday? Ko'p aziyat beradimi yo azroqmi? Demak, ichimizdagi illatni shu ko'rsatib beradi. Yaxshilik ham xuddi shunaqa. İçimizde yaxshi fazilatli ko'pmi? Demak, biz boshqalarga ko'proq yaxshilik qilamiz. Faqat hammasi o'zimizda qolib ketmaydi. Masalan, ilmdan tortib, saxovat yoki kamtarlik boshqalarga qilgan muomalangizda ko'rinadi. U ichingizda o'zingizga o'zingiz qilib yurmaysiz, yomonlikni ham, yaxshilikni ham. Demak, odamlarga qilayotgan muomalamiz bizni ruhiyatimizdagi, umuman qalbimizdagi holatni ko'rsatib berar ekan. Mana shunga qarab o'zimizni ustimizda ishlasak bo'ladi. Demak, ko'p aziyat berib qo'yapmizmi? Demak, bizda illatimiz bor. Mana oddiy tashxis qo'yishi yo'li. Demak, masalan, qalbingizda hasad bor, o'z-o'zidan josuslik, g'iybat, tuhmat, ig'vo kabi narsalar o'sha hasaddan kelib chiqadi. Nafratdan kelib chiqishi mumkin, har xil yomon illatlar bir-biridan demak kelib chiqaveradi. Mana shu narsalar kimdadir bo'lsa, bo'lganda ham doimiy bo'lsa, ulanib ketaversa, demak u ancha jarri yoqasiga kelib qolgan bo'ladi. O'zini isloh qilish kerak.